2026-yil O'qotar burji vakillari uchun sinov emas, start chizig'idir. Tasavvur qiling, siz endi qochmaysiz, izlamaysiz, shoshilmaysiz. 2026-yilda O'qotar burji vakillari yo'lni topmaydi, uni o'zi quradi. O'qotar burji vakillari 2026-yil sizlar uchun xuddi hayotingiz haqidagi filmning treyleri kabi boshlanadi. Katta miqyosli, jo'shqin va biroz hazil aralash. Oldin doim keyinga surib kelgan rejalaringiz nihoyat amalga oshishi mumkin. Lekin bu safar faqat gap bilan emas, haqiqiy mehnat bilan. 2026-yil sizga muhim bir haqiqatni o'rgatadi. Erkinlik va yaqinlik bir-biriga qarama-qarshi emasdir. Endi siz keskin hislar, bo'ronli munosabatlar ortidan quvmaysiz. Aksincha, qalbingiz tinch bo'ladigan, barqaror va uyg'un munosabatlarni xohlaysiz. Yil davomida yangi daromad manbalari paydo bo'lishi mumkin. Bu freelans ishlari, o'z biznesingiz, xalqaro loyihalar, onlayn faoliyat yoki hatto boshqa joyga ko'chish bilan bog'liq imkoniyatlar bo'lishi ehtimol. Agar siz O'qotar burji bo'lsangiz, 2026 sizniki, chunki bu yil siz sarguzashtni kutmaysiz. Siz o'zingiz sarguzashtga aylanasiz. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir.